Dunyoda bir orol bor. Unga yaqinlashning o'zi o'lim bilan teng. Borsangiz qaytib kelmaysiz. Bu Shimoliy Sentinel, yer yuzidagi eng yopiq hudud. Bu yerda yashaydigan sentinellar qabilasi tashqi dunyodan taxminan 60 ming yildan beri ajralgan. Ular uchun vaqt allaqachon to'xtab qolgan. Elektr yo'q, texnika yo'q, metallni ham o'zlari yasashmaydi. Faqat dengizda cho'kkan kemalardan yig'ib olishadi. Ularning hayoti juda oddiy. Mevalar teradi, baliq ovlaydi, nayza va kamon bilan kichik hayvonlarni ovlashadi. Va eng ajablanarlisi, ular begona odamga darhol hujum qiladi. Shu sabab orolga yaqinlashish qat'iyan taqiqlangan. 2004-yilgi tsunami paytida yordamga kelgan vertolyotga ular osmonga qarab o'q va nayza otishgan. Xullas, u yo'g'iga jumunni ko'rib keyin borish kerak. 1974-yillarda tadqiqotchilar ularga kokos va yegulik tashlaganida sentinellar sovg'alarni olishgan, lekin baribir ularni haydab yuborishgan. Hind hukumati u yerga borishga taqiq qo'ygan, chunki oddiy gripp yoki shamollash ham butun qabilani qirib yuborishi mumkin. Eng qizig'i, 2018-yilda orolga kirgan missioner da'vat qilmoqchi bo'lgan, baribir ular tomonidan o'ldirilgan. Hukumat esa qabila xavfsizligi uchun uning jasadini ham olmagan. Bu joyga nech pul berishsa borgan bo'lardingiz? Fikringizni izohda yozib qoldiring va bizga albatta obuna bo'ling.